أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilm usul fiqh degan risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, biz uningdan uchinchi qism Qoidul usuliyya al-lug'aviyya degan shu uchinchi qismninki beshinchi qoidasiga, ya'ni mushtarak va uning dalolati degan mazmun ustiga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. Ustoz Abdulvahab Xallab deydi: Al-qoidatul xomisatu fil mushtaraki va dalalatihi. Beshinchi qoida labzining vada itibar bilan bo'lgan bir labzini onun bir ma'na mavzuul lahqa, ya'ni bir labzini onun ma'nisiga qo'yish e'tibor bilan, masalan, o labz birdan ko'p ma'noni uqtiribdi, ikki yoki ikkidan jiq ma'noni uqtirib qolibdi. Uni nima deydik? Mushtarak deydik. Buning dalalati barsida labzini ma'na qo'yish e'tibor bilan mushtarak bo'ladi va uningki yani mushtarak haqida va mushtarakning uchun dalol haqida deydi 5-chi qoida. Deydi u kishi: İza varada fin nass şer'i lafzun mushtarakun fe in kana mushtarakan beyne ma'nan lugaviyyin ve ma'nan istilahiyyin şer'iyyin vecebe hamluhu alel ma'na şer'iyyi. وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه، ولا يصح أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معا. Siz Abdülvahab Xallab deydi, qachon kasa bir shar'iy bir nasning o'zida bir labz mushtarak kelibdi. Labz mushtarak kelgan bo'lsa, agar bu mushtarak, agar bo'lgan bo'lsa, bu labz mushtarak bo'libdi. Nima arsida? Ma'na lug'iy bilan ma'na shar'iy, ma'na islohiy shar'iy arsida mushtarak ekan. U vaqtda biz qoni maqsad qilamiz, qoni ishlatamiz, qoni hamla qilamiz deganda vojib bo'ladi. U labzning o'zini hamla qilish shar'iy ma'nisiga hamla qilish vojib bo'ladi. Masalan, salah desak, salah degan kalima bu nimada lug'at bilan isloh ma'nisi orasidagi labz mushtarak. Salah, as-salah degan kalima. Salah lug'at ma'nisi mutlaq duo. Isloh ma'nisi nima desa, af'al maxsus fi avqat maxsus degandek. Masalan, tubda بالتكبير وتختتم بالتسليم. دينا بتعرف وانا عندك. Bu ıslah manisi. Bu ikisi de bu labz mündaq lug'at manisi bilan ıslah manisi arasida o'rta bo'lib qolsa, u labzning o'zini shar'iy ma'nisiga hamla qilindiki, biz hozir qo'llanayotgan, tushunayotgan bu salatning o'zidan, namozning o'zidan shu nima af'al maxsus fi hay'atin maxsus fi ada'in maxsus degan mushning o'ziga mushning hamla qilindi. Ama onu hamla qilmay
Ama zade bu salat degan dua amanat man dua qilsam namoz o'qigan bo'ldim deyilolmaydi. Agar bular biz o'rtaq bo'lib qolibdi, ikki ma'no orasida yoki ikkidan jiq bir ma'no orasida, uniki lug'uviy ma'nosi bo'lgan jiq bir ma'no orasida o'rtaq bo'lib qolibdi bu nima? Bu lafz u vaqtda bu lafzning o'zincha o'sh ma'nolardan bo'lgan bir ma'no hamli qilib bo'ladi. Ikkinchisi hamli qilish bo'lmaydi buni. Shu ikki ma'nodan bir bo'lgan, muayyan bo'lgan bir ma'noning o'zini ini muayyan qilib turgan bir dalil bilan ma'nolardan bo'lgan bir ma'noning o'ziga hamli qilib bo'ladi. Ammo onundan bu mushtaraklan, onu mushtarak lafzniki ikki ma'nosini, ikki ma'noni uqtgan bo'lsa, yoki unidan ikkidan jiq ma'noni uqtgan bo'lsa, uning hammasini biroqlikla maqsad qilishga bo'lmaydi. Uni irod qilish durust bo'lmaydi deydi. طبعا قاعدة قريلة. هذه القاعدة الخامسة والقاعدتان السادسة والسابعة الآتيتان خاصة ببيان الألفاظ الثلاثة التي ترد كثيرا في النصوص الشرعية والقوانين الوضعية، وهي اللفظ المشترك واللفظ العام واللفظ الخاص، وبيان ما يدل عليه كل واحد منها إذا ورد في نص. Bu beşinci hazır mı şu okumak çoğunmuş beşinci kaide. Ve kin kilovatkan altta ve yettinci kaide olsa muş üç lebzlerinin üzerine şer'i neslerde ve yerlik kanunlarda tola kelediğin muş üç lebzini ibaret lafz müşterek, lafz am, lafz xas degan shu üç lafzning o'zini bayon qilish qilam xos. Qaysi 5 va 7 qoidalar tavanki ish keladigan bu qoidalarmi? 5 hozirgi qoida va 6 va 7 qoidalar mush uch lafzning o'zini bayon qilish qilam xos. Ki bular shar'iy va vadiy qonunlarda shar'iy naslar kelgan kelimlar bu uch lafz bu lafzlar. Lafz müşterek, lafz am, lafz xas kelgan. Va bir narsani bayon qilish xoski, uqtirdi u narsani, u kelimalardan bo'lgan har bir uqtirdi. O lafzlardan bo'lgan har bir uqtirgan narsani o'zini bayon qilish qilam xosdir bu qoidalar. Qachon nasl kelib qolsa. والفرق الجوهري بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث المعنى. والفرق الجوهري yani fark cevheri farkınız bunun zati farkı demek de farkı ki bunun zatidik farkı bu üç lafzı arasındaki zati fark nime dese manacattın lafz müşterek lafz am lafz has farkı kandak degende tevende bayan kılıp atıdım. أن المشترك لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة كلفظ السنة وضع للهجرية وللميلادية، ولفظ اليد اليمنى واليسرى، ولفظ القرش للعشرة ميلات والخمسة. Çukum müşterek gap bu bir lafz. Kuyulu bir lafzın o'zini bir qancha ma'noga bir qancha vaqtda qo'yilgan bo'lsa, bu nim bo'ladi? Müşterek bo'lgan bo'ladi deydi. Xuddi masalan, yil degan gapning o'zi bu hijriya yilg'im qo'llangandek, hijriya uchun qo'llangandek va milodiya uchun qo'llangandek. Yil degan sana hijriya, sana milodiya degandek. Va o'ng qo'l va so'l qo'l deganlar bizga o'xshash. Qo'l deymiz, buning o'ng'imi va so'lg'imi qo'llanadi. Va qirish deganlar bizga o'xshash. Bu qirish gap bu 10 qirish, 10 milli va 5 millig'imi. Burun Misrning pullari nimada ekanda hozir qirish deb qo'ydik, ancha qirish, mancha qirish deb. Qirish degan lafzga o'xshash, buni 10 milad va 5 miladga o'xshash.
Mil ona kichikroq bir pulkan aynoq shuna bir jenova bir pulkan tuqqan hozir biroz faxrlashib qolgan bilan وهيت كريم بعمل والليل إذا عسعس عندك والليل إذا عسعس عسعس هم كيلواتقان هم كتواتقان عسعس أنا معنسة مش نغشش bu mana ikki xil ma'noda qo'yildi ikki xil ahvol aslida buni o'zi mushtarak deymiz deydi am degan qandoq desa va innal hamma labdun wudi'a li ma'nan wahidin وهذا المعنى الواحد يتحقق في أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ وإن كانوا في الواقع محصورين أي أنه بحسب وضعه اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد وإنما يدل على شمول جميع هذه الأفراد كلفظ الطلبة يدل على معنى يتحقق في أفراد غير محصورين ويشملهم جميعا. Çukum am degan bir lafz. Quyuldi bu lafzni bir ma'no uchun quyuldi. Am degan bir lafz. Quyuldi buni bir ma'no uchun quyuldi. Mushtarakchu bir necha ma'no uchun. Bir qancha vaziyatlar bilan bir qancha ma'no uchun quyuladi mushtarak. Hamda am o bir lafziki bir ma'no uchun quyuladi. Bu bir ma'no vujud chiqdi. Ko'p unaqa aprodi uni qo'risholmagan uni son sifirlari labizdagi to'liq uni atroficha qo'risholmagan ko'p ma'noda ko'p apparatlarni o'zi chiqdi. Gerçi bu amaliyotda qo'rshaq bo'lgan bo'lsinmi bu apparatlar masalan 100 o'quvchi 50 o'quvchi masalan ya 50 koy pul u bu degandek ya 50 tane kitob degan o'xshash. Bu yani köp aparatlarda ucu çıkıyor ki bu labzida mahsur emas. O'quvchi dedik. Kitob dedik. O'qisak bütün o'quvchilarning hammani o'z qo'yni qoladi. Kitob desakmi shundoq. Ammo amaliyot qarab baqsak, o'quvchi desak u maktabning o'zida yoki ya 100 ya 200 o'quvchi bor ekan. Amaliyotda mahsur bo'lgan bo'lsa-mu, u mohiyat labzning o'zida g'ayri mahsur u. Yani onu lügat koygan itibarıyla bu çok çeklik bir san okumaydı bu. Bu aparatlardan çeklik san okumaydı. Mutlak mahiyet nokturdu bu. Am degen. Bu aparatın muş aparatın cemiyesininki aparatın hemisi nokturdu bu. Nime? Am. Mesela okuvchi, labz kelabz talaba. Okuvchi degan labz o'xshash. Uqtirdi bu. Bir ma'noniki mavjud bo'lmish ma'no o'yliqi aparatlari cheksiz bo'lgan nimadachu cheksiz bo'lgan apparatlarda vujud chiqadigan ma'noni hammani uqtirdi. O'quvchi son sanoqsiz butun o'quvchilarni o'zini uqtirdi va hammani o'z qo'yniga oldi bu talaba deganlar biz. Bu apparatga g'ayri mahsur bo'lgan apparatlarni hammani uqtirdi. وإن الخاص لفظ وضع لمعنى يتحقق في فرد واحد أو في أفراد محصورين كلفظ محمد أو الطالب أو الطلاب العشرة أو 100 أو 1000. Çünkü xas lafz çoğudur. Xas bir lafzga qo'yildi buni bir ma'no uchun. Ki vujud chiqdi bir ma'no bir shaxsida vujud chiqdi. Bunun için qo'yildi. Yoki bir qancha apparatdagi uning qo'rshovgan, uning son sifirlari uning uchun hasr qilingan. Buni o'zi xos deymiz deydi. Masalan, Ahmad debdik. Bu fardi vahidda vujud chiqdi. Nima? Bu xosning ma'nosi. Yoki Muhammad degan lafz o'xshashana demak. Yoki Talib debdik. Talib desak, bunu shundoq boshqalarni o'zi chiqib qolmaydi, omilni o'zi chiqib qolmaydi. Masalan, bundoq dehqonlarni o'zi chiqib qolmaydi, faqat o'quvchi. O'quvchi degan sifatlar bu xos bo'lgan bo'ldi.
Ya 10 o'quvchi, ya 100 o'quvchi, ya 1000 o'quvchi hamisi uniki mahsur ana. 10, 100, 1000 desak, apparat jiqqa bilan bu cheklik. Buni o'zini deb ataladi, xos deb ataladi deydi. فالاشتراك يتحقق بتعدد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة، والعموم يتحقق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر، والخصوص يتحقق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير şumul. İştirak, yani müşterek degan gap mavjud bo'ladi bu. Nim bilan mavjud bo'ladi deganda ma'nolarniki ininga labzni qo'yilgan ma'noning bir qancha bo'lishlari. Labzi bir, onun qo'yilgan ma'no bir necha xil. Bir necha vaziyat ostida, bir necha vaqtlarda. Buni o'zi mushtarak bo'lgan bo'ladi. Umum degan vujud chiqadi bu umum labzning uqtirishlan apparatning a'zolarining hammasini o'z qo'yniga olishni uqtirdi. Ki bu cheksiz, uningcha hisorsiz ashunga to'g'ri keladigan labz apparat sodiq keladigan apparatning a'zolarining hammasiga yupishga o'z qo'yniga olishga qanday qiladi labzning shuni shumul uqtirdi. Aslında şumulga labzning dalolat qilishidan vujud chiqadi. Nima? Umum. Xususan labzningki muayyan bir partni ko'rsatib berishlar. Muhammad yoki Ahmad degandek yoki cheklik bir qancha, masalan 50 o'quvchi ya 100 o'quvchi ya 50 kitob ya 10 kitob degandek. Bunaqa shumulsiz sarqildigan nimeniki atrofi cheklik mayndaq soni muayyan bo'lgan bir partlarning o'zini uqtirishlan o'zi chiqadi. Qaysi xusus? Masalan, فاللفظ المشترك وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة يدل على ما وضع له على سبيل البدل، أي يدل على هذا المعنى أو ذاك. كلفظ العين وضع في اللغة للباصرة ولعين الماء النابع وللجاسوس، ولفظ القرء وضع في اللغة للطهر والحيض ولفظ السنة ولفظ اليد. مثلا مشترك bize o birden köp managa bir qancha vaziyatlarda birden köp mana qo'yilsa labz mushtarak bo'lmoqchi. Bu ma'noni uqtirdi mush lafz nimani bir ma'noniki qo'yilganti u lafzni u ma'no uchun badaliyat yo'li bilan qo'yilgan. Hammasi biraq emas, birdan. Masalan, daxala qavmu ilal beyti desa, kirdi qavm uyga desa, o qavmning o'zi uyga biraqlam kirmaydi-da. Ala sabil badaliya kirdi. Birdan bir. Bo'lsa, hamiz biraq kirsa eshik patmaydi normalda. Birdan bir kirdi-da. Anga o'xshash. Ammo am bo'lsa, am hammani bir an bilan o'z qiladi. Ala tariqil umum va shumul. Bu mushtarak bo'yicha ala sabil badaliya. Birisi chiqib bo'lgandan keyin birisi ketib bo'lgandan keyin birisi degandek. Yoki uqtirdi bu ma'noni yoki osh ma'noni uqtirdi. Ammo hammani biraqlam uqtirmaydi. Masalan, ko'zga lab o'xshash qo'yildi bu ko'zga labzni lug'atda ko'z uchun qo'yildi. Ayn degan labzni qo'yildi buni lug'atda bir ko'gish uchun qo'yildi va patlab suv chiqib turgan buloq uchun qo'yildi. Jassun qo'yildi va yana aynan gapirgan oltin kumushni ayn deydi. Va undan boshqa bir narsaniki bir tovar bir qanday bir narsa uchun u bir narsaning o'z aynimi ayn deydi masalan. Ammo endi bir o'xshashmagan vaqtda, o'xshashmagan vaziyatda ikki yoki ikkidan ko'p ma'no qo'yilgan bo'lsa, biz uni labz mushtarak deymiz deydi. Labz mushtarak mana bu. Qur'i degan labzga o'xshash. Qo'yildi bu Qur'ini lug'atda tahur uchun va hayd uchun.
yuqorida bu dars qilindi. Sadatlı Ahnaf bilan jumhurlar fuqarolar bilan jumhurlar orasida talash tortish bo'ldi. Jumhurlar olsa bu Qur'dan to'g'ri maqsad, hayd olsa nimadancho Sadatlı Ahnaf fuqarolar olsa bundan hayz maqsad degan o'xshash. Va sanad degan lafz o'xshash va yed degan lafz o'xshash deydi. وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة، أهمها اختلاف القبائل في استعمال الألفاظ للدلالة على معان. فبعض القبائل تطلق اليد على الذراع كله، وأخرى تطلق اليد على الساعد والكف، وأخرى تطلقها على الكف خاصة. فنقلة اللغة يقررون عن أن اليد في اللغة العربية لفظ مشترك بين المعاني الثلاثة، ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل الحقيقة لمعنى ثم يستعمل في غير ما وضع له مجازا، ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يتناسى أنه مجازي. فيقرر علماء اللغة أن اللفظ موضوع لهذا ولهذا، كلفظ السيارة ولفظ الدراجة ولفظ المسرة. ومنها أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يوضع اصطلاح شرعي أو قانوني لمعنى آخر كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع. Hem de bu lafz-ı müşterekininki asbab vücudul elfaz-ı müştereketi fil lugati. Bu lafz-ı müşterekininki lugatta mevcut bo'lganligining sababi naytibek ko'p. Nima uchun bu? Nereden kelib qolgan bu lafz mushtarak? Nimanchalar bu talash tartib sabab bo'lib qolgan? Sababi nima bu lafz mushtarakniki? Mavjud bo'lib maydonga chiqib qolishning sababi desa, onun sababi naytibek ko'p. Onunla muhim desak, bu kabila ara, muşu, nemininki, muş labzininki, mananı uqturuşu bo'lgan labzning ishlatilish barasidagi qabilining o'xshashmasligi. Bu qabil buni ishlatgan, buni ishlatmagan, u qabil uni ko'p qo'llangan, bu oz qo'llangan, o'xshash. Ba'zi qabila masalan qo'l degan kalimani o'zini mushu qo'lning, barmoqning uchidan zira tegishlik begishtamdi, ma'qulindi. Yeni bir qabil olsa ishlatadi bu yet degan gapni o'zini ala saidi val kap. Bu nima? Yeni bir qabil olsa ishlatadi qo'lni saidqa, ma'vo nimadan boshlab qo'lning uchidan shu bilakkacha oraliqda said va kapga ishlatadi. Yeni bir so'zda faqat kapgalar. Faqat alqon qilish deganda manda ham bo'lib qoladi ekan. Ammo lug'at o'limalarniki naqalatul lug'at naql qilganlar. Lug'atshunoslar bekitdi, shuni bekitdiki, qo'l degan gap arab tilida bu uch ma'noning o'ttirsidagi o'rtaq bir lafzi. Ba'zi bamakka ishlatdi, parmoqdan bamakka ishlatdi. Ba'zisi caynakkeşlik, bazı müyürükkeşlik deganda şu yed degan lafza arab tilining o'zida uch ma'no orasiki lafz mushtarak. Bunun qatoridan yana masalan shu vaqtga qo'yilgan bir lafzini bir haqiqat yo'liga binoan bir ma'no uchun qo'yiladi. Aslida bu ma'no haqiqiy ma'nosi. Ondan keyin asosda davrninki olmish bilan ishlatildida bu haqiqat uchun qo'yilgan bu lafzning o'zining haqiqiy ma'nosidan boshqa binasiga majozan qo'yilib qoladi. Ondan keyin bu lafzning bu majoz ma'nosiga ma'nosini ishlatish
haqiqiy ma'nisidan shu g'alba qilib ketib qoladi, mashrub ketib qoladi. Hatto haqlar oxiri buning asl ma'nisi palonti deyishni unutib qilib, ama shu nima qilib qoladi? Məcaz mənası qo'llanib ketdi. Haqiqiy ma'nosi unutilib ketib, chuqur bu uning majoziy ekanligini unutib qoladi. Unutib qolib, ma'nosi shul deydi. Amaliyot uni chuqurlab baksam, uning ma'nosi boshqa. Demek bu lafz müşterekninki Arap tilida ko'p kelishning sababi shu deydi. Anından kim bu til şunasla lügat alimlari o'rinlashtirdi, bekitdi. Shuni bekitdiki chuqur bir lafzgan buni g'um qo'yiladi, buni g'um qo'yiladi. Lug'atda mau, islohda mau deb bunday bekitgan, o'rinlashtirdi. Masalan, sayyara degan lafz o'xshash, darraja, masara degan lafzga o'xshash. Buning asli sayyara, sayr qilish, menish, yurish deganlik ma'noda. Keyin asosda bu hozirgi to'rt chaqliq mashinaga uni qo'yilib qoldi. Mana bu aslida bu öz ma'nisi, haqiqiy ma'nisidan majoz ma'nisi mashhurib ketdi. Haq onunki majozi ekanligini unutib qoldi hozir. Sayyara degan gapni qoldi. Anglamayla ay to'rtchoq va rul va shu piqirab mangdigan shu tumirga shuni tushundim qoldi. Darraja desak shunda. Darraja aslida eg'inib manganimi bunday deydi. Gap asli lug'atda darraja eg'ingan manganmanda darraja. Ama daraja degan lafz hozir bir velosipedga yoki motoga mandaq bir narsaga aylanib qoldi. O'zining haqiqiy lug'at ma'nosi chiqib, majoz ma'nosiga o'tib ammo xalqlar uning buni majoz ma'nosi ekanligini unutib qoldi. Mush ismiga o'xshaydi deb. Masarra degan lafz o'xshash. Masarra degan bu bir ism alam, muannas. Buni asli arabchasi bo'lmish bu. Bu surur degan kelimadan chiqqan kelima bu. Bu belki adamın ko'ngli yayrab, echilib, sayrab ketishni uqtirgan kelima bu. Qanday bir narsa mashundaq bir saodat sururni, bir ko'ngilga bir xursandlik bag'ishlashni uqtirgan lafz bo'lsa, buni masarra deyilib qoldi. Masarra deyilib qoldi. Mushunsiz. Va meni bu sababdan qatordan shu yoki chuqur bir lafzini bir ma'no uchun qo'yilgan. Anından keyin shar'iy bir ıslah şer'i qo'yildi yoki bir qonuniy ıslah qonun qo'yildi ki yeni bir ma'no uchun. Bir lafzni bir ma'no uchun qo'yildi. Onundan keyin yeni bir ıslah ma'nosi uchun. Bu ıslah mayli shar'iy bo'lsin, mayli qonuniy jihatga bo'lsin, yerli qonundagi mushunga onundan keyin ikkinchi bir vazifa qilindi. Aslında namaz degan lafz o'xshash yoki daf'a degan lafz o'xshash. Bunda asl duo uchun qo'yilgan. Keyin bu shar'iy ma'no uchun qo'yildiki arkani maxsus, bir avqati maxsus, bir kayfiya maxsusa, tubtada bir takbir, o to'xtatam bir taslim degandek masalan. Lafz daf'a, berish, ittirish degan. Bu mashhur o'xshash deydi. Bu dasturda bir ma'no qo'yilib, keyin yana bir shar'iy yoki qonuniy yana bir ma'no qo'yilgan. Bunun maydaq lafz mushtarakninki arab tilida kelib qolishining sababi mana bir qancha deydi. وأيا كان سبب وقوع الاشتراك في الألفاظ لغة فإن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكثر ليست قليلة في اللغة وواردة في النصوص الشرعية من آي القرآن وأحاديث الرسول وهي كما قدمنا من باب المشكل ما دامت توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد المعاني وعلى المجتهد أن يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منها إذا ورد في نص شرعي. Bu labzdagi o'rtoqlikning mushtaraklikki yuz berishning sababi qandoq bo'lsin lug'atda. Chuqur labz mushtarak degan ikki ma'no, ikkidan ko'p ma'no orasidagi bu labz mushtarak bu lug'atda oz emas. Varidatun fi nusus shar'iyya. Qur'oni Karimning oyat, Rasulullohning hadislaridan bo'lgan bo'lsin, shar'iy naslardan bu kökçü bu. O az emas bu. Bu biz yukarıda deganimizdek
müşkülünün babıdın. Mesela kaçaniki karinilam ma'nolarning birisini tarjih qilib jonlantirib kuchlantirishga ulashtirib qo'ydigan qarinalar bo'lsa u mushkulni qanday qilamiz onundan anandikin onunla o qo'llanishga bo'ladi uni o mushkulni unuqa bir mujtahid uningki ishkalini cho zoil qilishga madamki shu qarinalar bo'lsa u vaqtda qanday qiladi mujtahidning ustiga lozimki zoil qilayotgan u mujtahid o'zining bahs ijtihod bilan u mushkulninki ishkalini zoil qilib o'tish bu ishlar qolsin mujtahidning zimmasida va muayyan qilish bu mujtahid maqsadni har u nimadan bo'lgan u mushkuldan bo'lgan har labzdan bo'lgan maqsadni muayyan qiladi bahs ijtihod bilan qachon shar'iy naslarda kelgan bo'lsa والمشترك قد يكون اسما كما مثلنا أو فعلا كصيغة الأمر للإيجاب وللندب أو حرفا مثل واو للعتب وللحال. أما المشترك bazı isim قلده biz yukarıda misalda beğendik. Aynı dedik. Yani ondan başka labz Kur'an dedik. Labz sene dedik. Labz yed dedik. Bazı isim kalıyor. Ve yakı piyal oldu. Mesela emir siğusu şaş icap için ve nedb için. Bir emir siğisi mutlak kelgen bolsa icap nuqturdu. Eğer bir qarin olgan bolsa, qarinning tili nim bolgan bolsa nuqturdu. Ya nedb boludu, ya ibahat boludu, ya taciz boludu, ya tasviye boludu, ya tahkir boludu. Degandek. Ya ki bu müşterek harf bolgan boludu. Atf üçün ve hal üçün qo'llangan vovga o'xshash. فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركا بين معنى لغوي ومعنى إصلاحي شرعي ووجب أن يراد به معناه الإصلاحي الشرعي فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاء ووضع شرعا للعبادة المخصوصة ففي قوله تعالى أقيموا الصلاة يراد منه معناه الشرعي وهو العبادة المخصوصة لا معناه اللغوي وهو الدعاء ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي قيد ووضع شرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة ففي قوله تعالى الطلاق مرتان يراد منه معناه الشرعي لا اللغوي Qachonki o'rtaq labz mushtarak bu shar'iy naslarda kelgan labz mushtarak labz lug'at ma'nosi bilan shar'iy ma'nosi oralig'ida o'rtaq bo'lib qolgan bo'lsa qanday bo'ladi deganda bundan shar'iy uning uchun shar'iy isloh ma'nosini maqsad qilish vojib bo'ladi lug'at ma'nosi ko'p turimiz u vaqtda lug'at qomusingiz qilib qoladi masalan salat degan labzni lug'atda duo uchun qo'yilgan shariatda shar'iyda xos qilingan xos ibodat uchun qo'yilgan alloh subhana taoloning aqimus sola degan shu oyati karimning o'zida uning shar'iy ma'nosi maqsad qilindiki o'sin ibodat maxsusa uning duodan iborat lug'at ma'nosi emas masalan taloq degan labz bo'lsa lug'atdan qandoq mutlaq bir chigikni yishib etish degan gapda mayli bir hayvonlarni bog'lab qo'yibdi chigib qo'yibdi yoki bir asrni bog'lab qo'yibdi quyib etibdi va undan boshqa mutlaq bir chigikni yishib etish uchun qo'yilgan asl taloq degan gap bu shar'ancho bu sog'lom shar'iy o'lchimiga loyiq bog'langan bir er xotindoshlikdan iborat bu chigikni bu nikohul aqdini bo'shitib etish uchun shuni yishib etish uchun qo'yilgan bo'ldi shar'an emas bu mundoq masalan at-talaqu marratan degan alloh subhana taoloning so'zligi bu oyat karimida onandan shar'iy ma'nosi maqsad qilinki taloq ma'nosi maqsad qilindi emas uni lug'atga mutlaq qaydni hal qilib yishib etish u maqsad emas deydi va hakada xo'sh tugmay qolib qoldi ekanda shundan
فأنت صفدك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.